Pryannik ishlab chiqarish apparatimiz ko'rganlaringdek 5-6 ta mavjud. Ikkita ana ko'pchilik farqida adashtiryapti. Misol narxida ham farq bor, sifatida ham. Biznikida qiyom soladigan joyi ikkita. Buni bittaligi bor, narxi sal arzonroq bo'ladi. Va bu yerdan xamir solinadi. Xamir solinadigan joyida ham misol ba'zi birlari xamir tanlaydi. Ya'ni arzon unlarni chiqaradigan bo'lsangiz, qiynaladi uskuna kesib pastlarga chiqargani. Bunday qiyom soladigan ikkita, ya'ni tez ishlaydi va xamir tanlamaydi. 220 bir fazaga ishlaydi. Bu uskunani ancha yillardan beri olib kelib sotamiz mana. Bundan ancha tepalardan ko'rsalaring mavjud. Ekranda ko'rinib turgan raqamlarga murojaat qilib bu uskunalar sotib olishlaringiz mumkin. Pryannik ishlab chiqarish va kojik, pryannik ishlab chiqarish uskunalari.